Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan Mamat Yo'lbek. Tak, bu zapsimiz yana o'sha biznesga oid bo'ladi. Xo'p, aytishim mumkin, bu marketing сетевой, там taklif, там приглашение и так далее. Bu o'rtoqlar, bir narsaga tushuninglar. Сетевой marketing turi hozirgi holatda hammani pulini yig'ib kimdir olib ketayotgan bo'lsa, bu holat ham xuddi shunga o'xshash bo'ladi, faqat pulni kimdir olib ketmaydi, определенный marketing asosida taqsimlanish holatini qiladi. Mana shu joyda pul odamlardan odamlarga boradi degan so'zni aniq tushunmaysizlar. Вот moment. Bu narsada оборот bor. Sitevuyda ham yo mahsulot ishda оборот bo'ladi, yoki bironta xizmat ko'rsatish holatida rivojlantirishda оборот bo'ladi. Вот endi Dream loyihamiz qanday ishlaydi? Dream loyihamiz joylarda sotish bilan ishlaydi. Masalan, menga mishka kerak. Mishkani sotib olyapman. Значит, bu mishka menga nimaga kerak? Ishlatgani kerak. Значит, mishkani oldim, ishlatyapman. Biznesda ham sotib oldim, kabinetda ishlatyapman. Boyagi kabinet chotki hamma tayyor qilib menga beryapti, men uni ishlatyapman. Endi TikTokda hozir qarang, искусственный интеллект, sun'iy intellekt barobatlar deb, ana besplatni, mana besplatni deb blogerlar targ'ib qilyapti. Nega? Ertaga ham referal bo'ladigan, savdo bo'ladigan holati bor. Siz podpiskani sotib oldingiz, podpiskadan ular masalan, qistalarni masalan qaytaradi. Неужели shunda ham aqlimizga ozgina kelmayapti? Shu pul bizdan borishi. Havodan kelmaydi, bizdan boradi. Вот endi mana qanaqa oson ish turi bor? Pulsiz ishlatish. Hech qanday oson turi yo'q. Ham pulingiz ishlaydi, ham o'zingiz ishlaysiz. Oxir oqibat boyagi ishdan ko'karib ketishingiz, как бы bunday olib qaraganda, под вопрос. Что garantiya masalan 50 bo'ladi. Chunki rынок boyagi bozor bu traditsion biznes tartibida aytadigan bo'lsak, pul yotibdi. Kredit, boshidan shiq, qarzlar, u yog'i, maqsadlar dahshat, lekin vaqt yo'q. Pul bo'lmaydigan vaqt bo'lmaydi. Mana shunday narsalarda сетевой marketingda yuruvchilar shu sizga tejashli tushuntiradi. Xo'p, aytishim mumkin, pulim yo'q hozir, keyin bo'lganda qilaman. Bu ko'pincha odamlar puli borligida ishlatib tashlaydi. Puli